7 kunda 8 kilogramm ozish. Jahon yulduzlarini metodi hisoblanadi. Juda ham tez vazn tashlanadi. Mono diyeta deyiladi. Ya'ni bir mahsulotni 7 kun davomida iste'mol qilinadi. Faqat bir mahsulot. Eng natijalisi bulardan 7 tuxum usuli. 7 kun 7 ta tuxum. Ya'ni ertalab 2 ta, obedda 3 ta, kechqurun 2 ta. Обязательно kofe bo'lishi kerak. Ertalab, obedda, kechqurun ichiladi. Organizmga 1 gram uglevod kirmagani hisobiga yashab qolish uchun o'zini yog'larini eritib maksimalni ozdiradi. Minuslari: homilador, emizuvchi, yosh bolalarga allergiyasi tuxumga borligi mumkin emas va 7 kundan ko'p qilib bo'lmaydi. Pluslari: faqatgina 7 kun qilasiz, organizm uchun bezarar hisoblanadi va maksimalni ozasiz. Albatta, tez ozaman degan tanishchilikni jo'nataverasiz.